Hozir o'zi asli bitta qo'shiq so'radinglar, bu ikkinchisini aytdim. Ukam ham iltimos aka kech qolib keldim. Alamjonda so'radi. Endi ustozni ham bir eslab qo'yamiz bahonada. Yot ida yar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Yarisga yar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Yarga aql yetmasmi? Dağlaşıp gitmezmi? Yarga aql yetmasmi? Dağlaşıp gitmezmi? Yana kelar yar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Yana kelar yar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Kimga kim zar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Kimga kim zar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Do'ppimni yechdim, esimga tushib ketdi. Passa chalib turaverasiz. To'yda biz hali ham yigitlar. Passa chalib turasizlar. Hozir esimga tushib ketdi. Juda ham passa chalinglar. Men gapni ochig'i qiyomatlik ukalarim o'tgan safar kelganimda gapirib bergan edim. Alhamdulillah shukr, qiblagohman, volidam ham hayotlar. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Dadamni dadalarini qo'lida ko'proq katta bo'lib, haligi qo'pol qilib aytganda qari odamdan tahsil olib deydimi, ong o'tib qolgan menga. Bu gapni gapirganimni boisi meni ashaddiy muxlisim, ustozim desam mubolag'a bo'lmas, opoqim rahmatlikda, ota deb o'rganib qo'yaman, opoqim rahmatlik. Bunday qilganimning boisi bir qo'shiqni yodladimmi,
ota o'tiring qo'shiqda aytib berayin desam to'xta o'tir ayt derdi. Aytsam do'ppisini yerga urib chiqib ketardi. Emotsiyaga berila olmayapsan dostonsan. Qo'shiq kimni dardini yozgan, kim uchun yozgan. O'sha insonga kerak bo'lsa, pastroq usta rahmat. Kerak bo'lsa meni kechirasizlar, bu yerda o'tganlarimiz bo'lsa, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Faraz qilgin, jon dadamda aytyapsan mana doston. Kak yetim bolani o'rnida o'zingni his qil. Dard bilmas, tana boshqa deydi. Qachonki o'sha yetim bolani rolini o'ynaysan, keyin yurakdan ijro etasan. Bu kim nech pul qistirarkin deb aytma. O'sha she'rning ma'nosiga, matniga qara. Kimni dardini yozyapti? Shunga qarab aytgin dedi. Endi men gap ochig'i aytib o'tgandek, qari odamni qo'lda o'sganman. Bu zamon rivojlandi. Mana 21-asrda yashayapmiz. Bu ana telefonda kommentariya deydimi? Kommentariyada yozishyapti ekan. Endi betga aytganda zahri yo'qda deb, zamonaviy gadoyu deb. Xomstimga banda gapiraveradi. Muso alayhissalomni gapirishgan biz hech kim basmiz. Javob desh bandasiga emas, bandadan zo'r chiqmaydi. Bitta zo'r tepara. Hammamizga Alloh kifoya qilsin. Nima derdi hali yodlab olgan edim. Negativlarga ham hisob bersin iloyim. Ay alam can can siyah canım kar bulgur. Ay alam can can alam hoş geliyor köp edi çekkeli köp edi hoş geliyor köp edi çekkeli köp edi hayırlı siyah bulgur. Vay alam can can hayırlar siyah buldum. Vay alam can can yar çıktı yat yanın artıdan. Yanın artıdan oy aranlap çiğkenim kaldı. Bir vapani rüzgar şartıdan derdim çiğe salganım kaldı. Bir vapani rüzgar şartıdan derdim çiğe salganım kaldı. Ay alam can can alam ay alam can can Otam rahmatli to'g'ri aytgan ekan. Doston hali ham kechmas, san'atkor bo'lma. Shunaqa xonasi kelib qoladi. Ikkiga bo'lina olmay ikkilanib turaverasan degan edi. Hozir mana kakras ikkita qo'shiq so'rashdi.